Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm bo'ladi degan gaplar nimani anglatadi? Bu haqiqatan ham pensiya miqdorimi yoki odamlarni chalg'itayotgan noto'g'ri talqinmi? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ota-onasi pensiya olgan farzandlarga. Nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalarga, kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir fuqaroga tegishli. İltimos ho'zroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha bitta noto'g'ri tushuncha odamni o'ylar davomida sarson qilishi, pulini vaqtida ololmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun bu masalani oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar orqali batafsil tushuntiraman. Avvalo eng asosiy savol, minimal pensiya 7304 so'm degan nimani bildiradi? Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Agar kimdir sizga oylik minimal pensiya 7374 so'm bo'libdi desa, bunday gapni tekshirmasdan ishonmang. Chunki O'zbekistonda pensiya oyga bir necha ming so'm bo'lishi mantiqan ham, amaldagi ijtimoiy himoya tizimi bo'yicha ham to'g'ri kelmaydi. 7374 so'm degan raqam odatda umumiy pensiya miqdori emas, balki ayrim hisob kitoblarda chiqadigan qo'shimcha farq. Bir kunlik hisob. Indeksatsiyadan keyingi kichik o'zgarish yoki biror jadvaldagi noto'g'ri o'qilgan satr bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda odamlar ijtimoiy tarmoqlarda sarlavhani ko'radi. 15 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm. Keyin vahima boshlanadi. Kimdir pensiyani kamaytirishar ekan deydi. Kimdir davlat shuncha pul berarmish deb kinoya qiladi. Yana kimdir mening onam 700 ming olayotgandi, endi 7 ming oladimi deb qo'rqadi. Aslida masala boshqacha. Pensiya tizimida har bir raqamning o'z joyi bor. Bazaviy miqdor, minimal pensiya, ish staji, ish haqi koeffitsiyenti, ustamalar, kompensatsiyalar, bola yoki nogironlik bo'yicha qo'shimchalar, to'lov sanasi, qayta hisoblash sanasi. Mana shu tushunchalarni aralashtirib yuborsak, 7374 so'm kabi raqam butunlay boshqa ma'no berib qoladi. Ilgari qanday edi? Pensiya miqdori odatda insonning ish staji, rasmiy ishlagan davri, oylik ish haqi, pensiya jamg'armasiga to'langan badallar va qonunchilikdagi minimal kafolatlar asosida belgilanardi. Hozir ham asosiy tamoyil shunday. O'zgaradigan narsa esa ko'pincha miqdorlarning indeksatsiya qilinishi. Ya'ni inflyatsiya va ijtimoiy siyosatga qarab oshirilishi, ayrim toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi yoki qayta hisoblash tartibidir. Shuning uchun 12 avgustdan o'zgaradi degan xabar chiqqanda, birinchi navbatda nimasi o'zgarayotganini ko'rish kerak. Umumiy pensiya miqdorimi, minimal kafolatmi, qo'shimcha to'lovmi, qayta hisoblash sanasimi yoki faqat biror toifa uchun alohida qo'ydami? Men avvalo pensionerlarga shuni aytaman. Agar siz hozir oyiga masalan 800 ming, 1 million 200 ming yoki undan ko'proq pensiya olayotgan bo'lsangiz, 7374 so'm degan raqam sizning butun pensiyangiz shu miqdorga tushadi degani emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, uni birdaniga 7000 so'm qilib qo'yishmaydi. Pensiya kamayishi faqat juda aniq huquqiy asoslar bo'lsa, masalan, avval noto'g'ri hujjat asosida ortiqcha hisoblangan bo'lsa, yoki ma'lumotlar tekshiruvda o'zgarsa, alohida tartibda ko'riladi. Oddiy indeksatsiya yoki sana o'zgarishi pensiyani 1000 so'mgacha tushirib yubormaydi. Endi birinchi misolni olaylik. Murod aka 67 yoshda, 32 yil ish stajiga ega. U oyiga 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Internetda 15 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm degan xabarni ko'rdi va pensiyasi kamayadi deb o'yladi. Aslida bunday holatda Murod akaning asosiy e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa, uning pensiyasi qayta hisoblanadimi? Unga indeksatsiya qo'llanadimi? Kartasiga tushadigan summa o'zgaradimi? 7374 so'm uning butun pensiyasi emas. Balki ayrim oylik farqning bir qismi kunlik ulush yoki noto'g'ri tarqalgan ma'lumot bo'lishi mumkin. Murod aka qilishi kerak bo'lgan ish pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki my.uz orqali o'z pensiya ma'lumotnomasini tekshirish. Ikkinchi misol. Dilbar opa minimal pensiya yoki minimal kafolatga yaqin miqdorda to'lov oladi. Uning ish staji kamroq, ayrim yillari rasmiy ishlamagan, uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. Mana shunday odamlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki minimal pensiya yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik to'lovi va kam ta'minlanganlik bilan bog'liq ijtimoiy yordamlar bir-biriga o'xshab ketadi, lekin huquqiy jihatdan har xil. Dilbar opa men minimal pensiya olaman deydi.
Lekin hujjatda u yoshga doir pensiya emas, balki yoshga doir nafaqa oluvchi bo'lishi mumkin. Bu farq juda muhim. Pensiya ish staji asosida, nafaqa esa boshqa ijtimoiy mezonlar asosida tayinlanadi. Shuning uchun bugundagi avgustdagi o'zgarish aynan qaysi to'lov turiga tegishli ekanini aniqlash kerak. 3-misol. Rustam 60 yoshga yaqinlashdi, lekin rasmiy ish staji atiga 12 yil. U minimal pensiya qancha bo'lsa, men shuni olaman deb o'ylaydi. Bu ham doim to'g'ri emas. Pensiya olish uchun talab qilinadigan minimal ish staji, rasmiy daromadlar, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, elektron mehnat tarixi muhim. Agar staj yetarli bo'lmasa, inson pensiya emas, nafaqa toifasiga tushishi mumkin. Mana shunda to'lov miqdori, tayinlash tartibi va qo'shimcha talablar boshqacha bo'ladi. Shuning uchun kelajakda pensiyaga chiqadiganlar hozirdanoq o'z ish stajini tekshirtirib qo'yishi kerak. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila bor. Ona 2 farzandi bilan qolgan, marhum turmush o'rtog'i rasmiy ishlagan. Ular boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olishi mumkin. Internetdagi minimal pensiya 7374 so'm degan xabar bu oilaning butun oylik to'lovi shunchaga tushadi degani emas. Lekin ularga tegishli bo'lgan ulush har bir bola uchun hisoblanadigan qism yoki qayta hisoblashdagi farq haqida savol tug'ilishi mumkin. Bunday oilalar har bir farzand bo'yicha hujjatlar to'liq topshirilganmi? O'qish ma'lumotnomasi vaqtida yangilanganmi? Bank kartasi faolmi? Shu narsalarni tekshirish kerak. 5-misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqasi bir xil emas. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, nogironlik guruhi, muddati, qayta ko'rik sanasi, ish staji va boshqa omillar to'lovga ta'sir qiladi. Agar nogironlik muddati tugasa, hujjat vaqtida yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Odamlar buni pensiyani kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida sabab hujjat muddati yoki tizimdagi ma'lumot yangilanmagani bo'lishi mumkin. Endi kim xavotir olmasligi kerak degan savolga aniq javob beraman. Pensiyasi muntazam tushayotgan, hujjatlari to'liq, bank kartasi faol, pensiya tayinlash qarori qonuniy bo'lgan fuqarolar bitta viral sarlavhadan qo'rqmasligi kerak. Lekin beparvo ham bo'lmaslik kerak. Chunki ko'p muammo aynan men bilmasdim degan joydan boshlanadi. Masalan, yashash manzili o'zgargan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar berilmagan. Bank kartasi muddati tugagan, ish staji bo'yicha arxiv hujjati topilmagan. Nogironlik qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan. Farzand 12 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma berilmagan. Bularning har biri to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, minimal pensiya degan ibora har doim ham odamlar o'ylagandek bitta yagona raqam emas. Amaliyotda minimal yoshga doir pensiya ish staji to'liq bo'lmagan holatlar, ijtimoiy nafaqa, nogironlik bo'yicha to'lovlar. Boquvchisini yo'qotganlik to'lovlari, ustamalar va kompensatsiyalar alohida hisoblanadi. Shuning uchun biror xabarda raqam ko'rsangiz, albatta uning qaysi to'lovga tegishli ekanini so'rang. Bu qaysi qaror asosida, qaysi toifa uchun, oyiga to'lanadimi yoki bir martalikmi? Brutto miqdormi yoki qo'shimcha farqmi? Degan savollarni berish kerak. Ikkinchi nozik jihat sana masalasi. 18 avgustdan deyilsa, bu ham odam 18 avgust kuni yangi pul oladi degani emas. Pensiya to'lovlari hudud, bank, plastik karta, naqd pul yetkazib berish grafigi tizimdagi qayta hisoblash jarayoniga qarab turlicha tushishi mumkin. Masalan, bir hududda pensioner oyining 5 kunida oladi, boshqasida 12 kunida. Yana birida 20 kunida. Agar o'zgarish 10 avgustdan kuchga kirsa, ayrimlarga o'sha oyda farq alohida tushishi, ayrimlarga keyingi oyda qo'shib berilishi, ayrim holatda qayta hisoblashdan keyin ko'rinishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men olmadim. Demak, meni aldashdi deb xulosa qilishga shoshilmang. 3-nozik jihat 7374 so'm kabi kichik raqamlar ko'pincha proporsional hisobdan chiqadi. Masalan, biror oshirish avgustdan emas, o'rinbagi avgustdan qo'llansa, butun oy uchun emas, oy qolgan kunlar uchun farq hisoblanishi mumkin. Yoki odamning pensiyasi minimal chegaradan yuqori bo'lsa, unga faqat ayrim qo'shimcha qism ta'sir qilishi mumkin. Yoki oldingi oyda ortiqcha to'langan summa keyingi oyda ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Ana shunda kartaga tushgan pulda 7000, 15000, 25000 kabi farqlar ko'rinadi. Bu butun pensiya miqdori emas. Hisob-kitobdagi farq bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhalar ko'pincha ataylab keskin yoziladi.
mislsiz saxiylik, minimal pensiya 7374 so'm. Pensionerlar shokda kabi iboralar odamni videoga kirgizish uchun ishlatiladi. Men bunday sarlavhalarni ko'rganda har doim 3 narsani tekshiraman. Rasmiy manba bormi, hujjat raqami bormi, matning to'liq mazmuni bormi? Agar xabarda faqat hayqiriq, kulgili emoji, g'azab uyg'otuvchi so'zlar bo'lsa-yu, rasmiy qarornoma bo'lmasa, demak ehtiyot bo'lish kerak. 5-nozik jihat, pensiya miqdori faqat farmon yoki qaror bilan oshib qolmaydi. Ba'zan shaxsiy hujjatlar sabab ham o'zgaradi. Masalan, bir pensioner arxivdan qo'shimcha 5 yil ish stajini tasdiqlovchi hujjat topdi. Natijada uning pensiyasi qayta hisoblandi va oshdi. Ikkinchi pensioner esa ish haqi haqida ma'lumotnomani noto'g'ri topshirgan. Keyin to'g'ri ma'lumot kiritildi. Uchinchisi pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etdi va ayrim tartiblarga ko'ra qayta hisoblashga asos paydo bo'ldi. Demak, hamma o'zgarishni faqat umumiy yangiliklardan kutmaslik kerak. Odamning shaxsiy pensiya hujjatlari juda katta ahamiyatga ega. 6-nozik jihat. Ortiqcha to'lov va qarzdorlik. Ba'zi hollarda pensionerga oldin ortiqcha pul tushgan bo'lishi mumkin. Masalan, hujjatdagi xato 2 marta hisoblash, toifa o'zgarganini vaqtida bildirmaslik, o'qishdan chiqib ketgan farzand bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik, to'lov davom etib ketishi. Keyin tizim buni aniqlasa, keyingi to'lovlardan ushlab qolishi mumkin. Pensioner esa nega kamaydi deb hayron qoladi. Shuning uchun har qanday kamay ish bo'lsa darhol yozma izoh so'rash kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 7-nozik jihat, bank kartasi va to'lov tizimi. Ba'zan pul hisoblangan bo'ladi. Lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank rekvizitlari o'zgargan, pensioner boshqa bankka o'tgan yoki identifikatsiya talab qilingan bo'ladi. Odam esa pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Men ko'p uchratganman. Pensioner bankka borsa, pul tushgan, lekin karta ishlamayapti. Yoki pensiya jamg'armasi pul chiqarilgan, bankda texnik muammo bor. Shuning uchun muammoning qayerdaligini ajratish kerak. Hisoblanmadimi, chiqarilmadimi, bankka bordimi, kartaga tushmadimi? 8-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim keksa insonlar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Ishonchnoma muddati tugasa, to'lovda muammo bo'lishi mumkin. Ba'zan pensionerning o'zi bilmaydi. Farzand hali tushmadi deydi. Aslida bankda boshqa masala bo'ladi. Men tavsiya qilaman. Agar pensiyani ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsangiz, muddati bankdagi tartib. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar to'liq mosligini tekshiring. Endi aniq yo'l yo'riq beraman. Birinchi qadam, vahimaga tushmang va xabarni tekshiring. Agar Burmandagi-Avgustdan minimal pensiya 7374 so'm degan gapni ko'rsangiz, darhol rasmiy manbalarni tekshiring. Pensiya jamg'armasi, Adliya vazirligi, hukumat qarorlari e'lon qilinadigan rasmiy kanallar, May.uz, Lexus kabi manbalarga qarang. Agar qaror bo'lsa, uning to'liq matnini o'qing. Faqat sarlavhaga ishonmang. Ikkinchi qadam, o'z to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiyasi olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Yoshga doir nafaqami? Nogironlik nafaqasimi yoki boshqa ijtimoiy yordammi? Bu savolga aniq javob bo'lmasa, keyingi hisob-kitob ham noto'g'ri bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga borganingizda men qancha olaman deb emas, menga qaysi turdagi to'lov tayinlangan, uning tarkibi qanday deb so'rang. 3-qadam, pensiya miqdori tarkibini so'rang. Ya'ni asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya bormi, qo'shimcha to'lov bormi, ushlab qolish bormi? Ko'pchilik faqat kartaga tushgan umumiy summani ko'radi. Lekin u summa ichida bir nechta tarkibiy qism bo'lishi mumkin. Agar bir oy 20 million ming tushib, keyingi oy 20 million ming tushsa, darhol kamaytirishdi demang. Avval tarkibiy hisobni ko'ring. Balki oldingi oyda bir martalik farq qo'shilgandir. 4-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, JSSHIR, mehnat daftarchasi, elektron mehnat staji ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalar, harbiy xizmat haqida hujjat, bola parvarishi davriga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Agar boquvchisini yo'qotganlik to'lovi bo'lsa, o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish ma'lumotnomalari kerak bo'ladi. Nogironlik bo'yicha esa tibbiy xulosa va nogironlik muddati juda muhim. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Agar pensiyangiz kamaygan bo'lsa, tushmagan bo'lsa yoki 7374 so'm kabi tushunarsiz raqam paydo bo'lsa, faqat telefon orqali so'rab qo'ymang. Pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga yozma ariza bering.
Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori, uning tarkibiy qismlari oxirgi qayta hisoblash sababi. Ushlab qolishlar mavjud bo'lsa, ularning huquqiy asosi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shu jumla juda muhim. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin shikoyat qilish ham xatoni tuzatish ham osonlashadi. 6-qadam. Bank bilan alohida tekshiring. Pensiya jamg'armasi pul chiqarilgan desa, bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Kartaga pul tushganmi, bloklanganmi, boshqa hisobga ketganmi, karta muddati tugaganmi, texnik ushlanish bormi? Buni bank aniq ko'rsatadi. Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, bank tizimida bo'ladi. Aksincha, bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasidan to'lov topshiriqlari bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. 7-qadam. Arxiv stajini tekshiring. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlaganlar uchun bu juda muhim. Korxona yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar stajning bir qismi hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Misol uchun, bir ayol 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tizimda 19 yil ko'rinadi. 7 yil staj tasdiqlansa, uning pensiyasi sezilarli oshishi mumkin. Buning uchun tuman arxivi, sobiq ish joyi, yuqori tashkilot yoki davlat arxivlariga so'rov yuborish kerak. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi. Zarur bo'lsa respublika darajasidagi tashkilotlar, adliya organlari yoki sud tartibi. Lekin har bir bosqichda hujjat bo'lishi kerak. Menga shunday deyishdi degan gap yetarli emas. Ariza nusxasi qabul qilingan sana javob xati. Bank ko'chirmasi, pensiya hisob kitobi bo'lsa, masala ancha tez hal bo'ladi. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshirish, staj qo'shib berish, ichkarida odamim bor. 7,3-7,4 so'm masalasini hal qilaman. Kartangizni bering, tekshirib beraman deydiganlarga ishonmang. Hech kimga plastik karta PIN kodi, SMS kod, pasport nusxasini asossiz bermang. Rasmiy xizmatlar orqali murojaat qiling. Keksa ota-onangizga ham tushuntiring. Telefon qilgan odam o'zini bank yoki pensiya xodimi deb tanishtirsa ham SMS kodni aytish mumkin emas. 10-qadam. Oilada pensiya savodxonligini oshiring. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladigan bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta tekshirib chiqing. Qaysi bank kartasiga tushadi? Karta muddati qachon tugaydi? Pensiya turi nima? Nogironlik muddati bormi? Qo'shimcha ustamalar bor yo'qligini bilib qo'ying. Bu hurmat masalasi ham, moliyaviy xavfsizlik masalasi hamdir. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 18 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm degan iborani ko'rsangiz, uni to'g'ridan to'g'ri oylik pensiya shuncha bo'ladi deb tushunmang. Bu raqam umumiy pensiya emas, balki noto'g'ri talqin, alohida hisob kitobdagi farq yoki kontekstdan uzib olingan ma'lumot bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbani tekshirish, o'z to'lov turini aniqlash, pensiya tarkibini yozma so'rash va hujjatlarni tartibga keltirish. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bugunoq 3 narsani tekshiring. Pensiya turi, oxirgi tushgan summa va hujjatlarning to'liqligi. Agar tushunarsiz kamayish, kechikish yoki kichik farq bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Siz bu 7374 so'm haqidagi xabarni qanday tushundingiz? Sizning pensiyangizda yoki ota-onangiz pensiyasida oxirgi paytda o'zgarish bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimnidir ortiqcha vahimadan, kimnidir esa haqiqiy moliyaviy xatodan saqlab qolishi mumkin.